أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل جنازة كتراب دفن قilish haqida degan fasl ekanmi. Biz o'tgan darsda Hanafi mazhabda salatul g'oib yo'q dedik, shunami? Jasdi tepilmagan bo'lsa-mu, yoki jasdning kichik bir parchasi bo'lgan bo'lsa-mu, Hanafi mazhabda yo'q hisobda namoz o'qish yo'q. Meyitning namozini tushirish yo'q. Faqatla meyitning yerimidan, jasdining yerimidan ko'p qismi tepilib qolsa, unda namozini tushirdi. Yerimidan az qismi tepilib qolsa tushmaydi. İmam Kasani Badar Sanat'a ولا يصلى على بعض الإنسان حتى يوجد الأكثر منه عندنا. Maliki mazhabda 3'ten 2'si yoki 3'ten 2'sidan ko'proq qismi tepilsa, unda namozini tushirdi. Agar 3'ten 2'sidan az bir parcha bo'lib, 5'i shu parchadan bo'lib qolsa, namozini tushirmaydi debdi. Albatta Shafi'i va Hanbali mazhablar salatul g'oib ba degan bo'lg'achqa, ya'ni jasadni tepilgan kishiningmi jasad oldimizga akammasakmi namozini tushirsak bo'ldi degan bo'lgan ekan. Bular albatta jasadni tepilmagan holatdami namozini tushirmaymiz deydi. Undan keyin shu yer tavrash yoki shunda bo'ron judon yoki kalkun ofati deymiz, shunda ofatlarda yo'qolib ketgan kishilar bo'lib qolsa, o'lib ketdi deb hukm qilgandan keyin, masalan ba'zida dengiz ofatlarida, suv ofatlarida, yer tavrash ofatlarida bir haftagacha saqlab turdilar bor. O'lib ketdi deb hukm qilgandan keyin Shafi'i va Hanbali mazhabda uning salatul g'oib namozini tushirdi. Hanafi mazhabda, Maliki mazhabda tushmaydi. Hatto Maliki mazhabda makruh deb jasad bilmagan kishining namozini tushirish. Ammo yoda jinozani ko'tarib dafn qilish masalasida ayrim bir fasl bayon qildi. Qala fa idha hamaluhu ala saririhi akhadhu biqawa'imihi al-arba'. Jinozani ko'tarib mangan chaqda, ko'tarib mangan jamoat jinozaning 4 putidan ko'tarib mangdi. Yani 4 kishi 4 putini ko'tarib mangdi. Albatta bu jinoza qo'yib, shunda yog'och taxtiravon deymiz. Shunda ko'tarib mangash bu meyitni izzetlashdan iborat. Shunga fuqarolar meyitni masalan taga yutganda bir odam yutiblam açık ko'mib qo'ysa bo'lmaydi. Yoki masalan atuloqqa otiblam bunda açık ko'mib qo'ysa bo'lmaydi. 4 aylan izzetini qilib, mo'risga elib, uni chiroyli uztidi degan. Taga xaltildagi mal yoki binasiga tovarga o'xshab qolmaslik uchun. لقول ابن مسعود رضي الله عنه من السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع. مش رواية أساسا دليل سبتدا مش رواية كلده. Bu acizrak rivayet bolsun, lekin sahabe kiramlardan şular rivayetlik kelgan. Mesela İbn Abi Şeybe ve Abdurrazzaq rivayette an Ali el-Azdi qala ra'aytu ibn Umar radıyallahu anhuma fi cenazetin fahamala bi jawanib as-sarir al-arba'. Yana Abdurrazzaq Abi Hurayra radıyallahu anhu rivayet qilibdi. Men hamalal cenazete bi jawanibiha al-arba' faqad qada alladhi alayhi. Yani Müslüman qarindishi qarta majburiyatini ado qilgan bo'ldi debdi. Undan keyin o'sha asarlik asosan Hanafi mazhabda jinozaning 4 tarafidan ko'tarish, yani 4 kishi ko'tarish sunnat. Ama şu jinoza ko'targan ahvolda navbatlashib ko'tirdi deb Hanafi mazhabdagilar almışib navbatlashib ko'tarib, har bir tarafini ko'targan kishi 10 qadam mingib almışidi deydi. Agar almışib qolsan bir aylana shu 10 tarafidan boshlagan bo'lsa, meyning o'ng mo'risi joylashgan mudining so'l tarafini o'ng mo'ris kelib, undan keyin o'ng putini mudining so'l tarafidan arq tarafdan o'ng mo'ris kelib, undan keyin mudining so'l tarafini so'l tarafiga kelib, undan keyin mudining
oyoq tarafida o'ng tarafini so'l mo'ris qilib bunda almishib ko'tardi, buni tartib bo'yicha deganlar bor. Muhammad ibn Hasan Shaybani shunda ko'rsatgan. Anmudni ko'targan vaqtimizda ishimizda Allohni zikr qilsaqmi bo'ladi yoki sukut bilan o'limni o'ylagan holatda mayitning beshi keldigan ahvollarni o'ylagach tadabbur qilib tafakkur qilib boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmay parang so'qmay jim holatda minish kerak. Yig'lash bo'lib qolsa ishingiz yig'ilsa bo'ldi, ya'ni ovoz ham yig'ilsa bo'ldi. Oxiri qabristonlik berib jinozani yerda qo'ygan qadar, ba'zi ulamoning qarashida yerda qo'ygan qadar, ba'zi ulamoning qarashida lahatga qo'ygan qadar o'tdamaydi, o'rtirdi. Bu o'rtirishning bir xilimda mayitning hurmati. Lekin hamda bizning qoidamiz bo'yicha ya mangan chaqda masalan vaqirab yig'laydigan yoki shapkisini abturgan bosh kiyim masalan yoki gulchambirak va boshqa har turli ishni qilish bizning qoidamiz yo'q. Albatta ayollarning qabristonlik shu modaga ergishib chiqishini Hanafiy mazhabda makruh tahriman deydi. Ko'pchilik ulamolar cheklaydi. Qala va fihi ta'zimul mayyit. Yani shunda ko'targan vaqtimizda bu mayitni izzatlash, ta'zim degan so'zni bunda ishlatadi. Ta'zim deb qolsak, salbiy qarindoshlarimiz shirk deb o'qishi mumkin, lekin buni ikrom deymiz. Va so'z ishlatishda masalan biraydan sirtdan kelsa o'rnida qolsa bu ta'zim deb biroz bu adab, izzatlash deymiz, hurmat jihatimiz. Ziyadatul ikrom endi bu. Va siyanatuhu anis-suqut. To'telan ko'tarsa, yerga tushib ketishdan saqlangan bo'ldi. Masalan, ikkidan ko'targanda qo'l talib ketib tashlab silishi mumkin. Va taxfifun anil hamilin. Ko'targan kishilarga yengil tuyuldi, jafolar qilmaydi. Ham tez-tez ma'olaydi buningda. Asra'u bil janoza degan bo'g'achqa. Shafiy mazhabda ikkaylan yoki uchaylan ko'tarsa bo'ladi. Aslida muvofiq deydi. Ikkaylan ko'tarishda oldidan bir kishi, orqadan bir kishi masalan zambilga o'xshash murish kelib ko'tarsa, uchaylan ko'taradigan taqdirda oldida bir aylan, keyinda ikkaylan bunda ko'tardi. Albatta bunda ulamolardan, masalan Imom Malikdek ulamolar bu shu ma'nodan yo'lning sharoitiga bog'liq. Tachliq ko'chilib qolsa, to'tadan patmagan bo'lsa ikkaylan ko'tardi. Azodi yog'sa uchaylan, to'taylan ko'tarsa bo'ldi deb azodi qo'yayotgan ulamolar. Qala va asra'u bihi dunal khabab. Khabab degan bir xil yugurish. Yugurishdan to'g'riroq darajada tez-tez mangdi, ildam mangdi. Janozani ko'tarib qabristonga mang'an chog'da tez-tez ildam mangmas. Lima ruya an ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن سير الجنازة فقال دون الخبب والجنازة متبوعة. Yani müşahidisinin devamı. Cenaze başkalar yani akıdın insanlar ergeçken halıttı aldıdı mağdığın neyse. Ve leyset bitabi'a. İnsanlar cemaatiki ergeçip mağmaydı aldıdı mağdığı demek için. Leyse ma'aha men taqaddamaha. Aldığı kirvağallağa ergeçkenlerin ecir bulmaydı demek için. Bazı rivayetlerde müşahidisinin leyse minna men taqaddamaha deb kelgan. Yani bazı rivayetlerde leyse minha men taqaddamaha deb kelgan. Leyse ma'aha men taqaddamaha deb kelgan maktabda kelgan bo'yicha. Davom ekan buning ma'nosi jinozadan oldin manganlarga ergashganlarning savobi bo'lmaydi yoki oldiga kirganlar bizdan emas degandek bir xil. Ya ayrim ma'nosi bo'ldi. Har birisiga ergashganlar ayrim ergashsa bular. Yo'q, mana shashroqmi yoki masalan to'rt tarafdan ko'tarib minish shu sunnat dedi qo'ymasmi? Agar piyoda minib bo'lmaydigan joy bo'lsa, mashinaga bir narsa qo'yish mumkin. Ammo minib paralada bo'lsa, ko'tarib minish sunnat. Bu bir xil izzatlashdan iborat. Arvoga tashlab qo'yiblar bunda mangandan insonlar ko'tarib izzatini qilib minishdi. Hizmet deganda ba'zi ulamolar asra'u bil janozati degandagi janozani yurib taraf tayyorlash qismi bor, lekin mangan chiqib chiqib aslimas kerak. Çünkü ada cenazeler mağan tizmasına kusak terörüp içindeki necaset kifenini bulgap koydular. Mümkün. Lekin Hanafiy mazhabının qarashida cenaze ilib mağan çağda ildam başka hadislerde ko'rsatilgan mazmunni asra'u bil janaz. Agar bu yaxshi bo'lsa, sizlar erishtirsizlar. Agar yomon aqoto adam bo'lib qolsa, qutulishlar bundan deganda.
فبعدا لأهل النار. Ama kafirlerin adetinde, mesela Amerika'nın askeri olup kalsında aldırmayı, bana koyuşum mümkün. Bizde kaç bana koyunuz. قال فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن يقعدوا قبل أن توضع على الأرض. Kabrisiga bağın çağda aşı mudine cinazını yerde koyuştan ilgiri kendiki cemaat oturuluşu mekruh. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يسوى عليه تراب. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yerlikide koyup üstüge topun tuzlap koygan kadar örtürütte. Yani bir hadiste men tabi'aha yani cenaze fela yaqud hatta tuda. Yani şu hatta tuda diyenle ulemalar çıkıl şerligen. Yani çıkıl rivayet gelgen. Hatta tuda alal ard hatta tuda lahd. Çıkıl kayandiken bazı ulemalar amudun şunda yerde koysa başka uttası bulur yani. Yani bazılar yok amudunu yerde koyup ki yerlik ki lahd esirip olgan çağda andın uttası buldu onu örtürdü diyen. Ya, kişide zikir kılıp mansı buldu. Bunda zikir olsa, lekin bunda köpçülük umum alatda bunda zikir kılış yol koyulmagan. Mısırlı kılınamasa vahidu deb qo'yish la ilaha illalloh deydigan odatlar bor. Yani bunda şarat kılınmagan. Lekin shariatda unda bir ko'rsatma yo'q bunda. Wa li annaha matbu'atun. Matbu'a bo'lgan ekan, bizning oldimizda mangan kishi meyit yerda qo'ylab qo'ysa, anda agishib, aslan yerda o'tirsa bo'lmasa, o'ttamay turishlar degan mazmun bor edi. وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا احْتِيجَ إِلَيْهِمْ. Yana aqda kilayotgan kishilarga ehtiyoj bo'lib qolsin, bu o'tirib olsa, ba'zi ma'ni ko'tarib turgan ma'ni sug'ib turgan deganda ikkisida yordamlashib bo'lmaydi yoki ko'tarayotganligiga u deyishmay qoladi. Hatta law alimu istighna'ahum anhum fala ba'sa bidalik. Ashunda bo'lg'achqa aqda kilayotganlarga hech qanday ehtiyoj yo'q. Ko'tarib manganlarni o'rlashtirib oladigan bo'lib qolsa, o'tirib olsa mayli deydi. Yani fala ba'sa degan so'zga diqqat qilsanglar, bu hech qanday chataq yo'q degan mazmunda emas. La ba'sa degan aslida o'tmaslik afzalda, shu loyiqda, lekin endi o'tirib qolsa u tarkil avla. Eng afzalni qilmay, joizni qilgandek bir avval mayli bo'ptanda, hech qisi yo'q degan tariqalar. Shu la ba'sa degan so'z shuni bildir. Bo'pti mayli degan. Albatta hamda jinozaning keyindan atliq mesela ya ulaqliq manda mangandan ashmat agishish afzal. Qala wal mashyu khalfaha afdal. Ana manganda bu jinozning keyindan mash afzal. Albatta ulamalar o'tirda keyindan mash ya oldidan mash afzal degan qarash bor. Jumhur ulamalar oldidan mash afzal deb qaraydi. Ana bu mazhabda keyindan mash afzal deydi. Lima rawayna biz yuqorida wal jinazatu matbu'a wa laysat bitabi'a. Tamam? Yana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir ibn Samara rivayet hadise anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi'a cenazet ibn Dahdah mashiyan ve raja'a rakiban farasahu. Karsallıqqa cenazeni kedin akşmanışta piyada mangan qaytishda etini minib qaytdi. Bu anda piyada manishning afzalligini ko'rsatdi. Yani bir tarafdan agishmanishning afzalligini oldirib kira olmaydi. Ma bu mazhabdan al-mashyu khalfa afdal deganning dalili ma'lum. Yana hadisda Anil Bara radhiyallohu anhu amarana bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi ittiba'il janaiz. Sahih Buxoriyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni 7 ishga buyurib 7 ishdan to'sdi. Amarana bi ittiba'il janaiz. Janozaga agishga buyurdi dedi. Ittiba degan keyinda bo'ldi demoqchi. Yana bir hadisda man ittaba'a janazata muslimin إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط بجنازة أغشنك فزيلته ثوابه وشندغلا أغش يعني أغشكن تقدردا شو ثواب كرشلغلقını gösterdi. Bunda olurken cenazin kendi maaş evzel. Qala ve li'annahu ablagu fil itta'ab. Çünkü kendi mangan takdirde ölemden ibret edişte bu tekimi tesirlik oldu.
والأحسن في زماننا المشي أمامها لما يتبعها من النساء. Bizning zamonimizda, ya'ni muallifning 7-asrni demakchi. Bu 7-asrlarda muallif yashagan davrlarda oldida mana shu afzal. Chunki ayollar agishib chiqib olgan ekan, makruh tahriman desak, unumay jinoza agishib chiqib olgan ekan, ayollar bilan aralashib qilib, surkilishib yoki ayollar qarab qolgan bunday ahvol bo'lg'achdan ayollar shar'iy hijob to'lg'iray qilmagan ekan, bu fitna fasoddan saqlanish uchun oldida bo'lgan afzaldir. Hanifi mazhabning qarashida ayollarning jinozaga agishib chiqishi makruh tahriman. Hanbali va Shafiy mazhabida makruh tanzihan. Malik yilda yashinib qolgan ayollar uchun ruxsat. Ya'ni yashadimi eng yaqin tuqqanlar dadasi, o'g'li, akasi degandek yaqin tuqqanlar bo'lib qolsa, shar'iy kiyinishni joyida kiyinib, fitna fasod sabab bo'lmagan olib chiqsa mayli degan. Ana shu jinozaga agishga munosabatli masalalardan biz o'rtaga vaqtimizda oldimizdan jinoza o'tib qolsa, o'rnidan turish masalasi bor. İmam Abu Hanifa va Imom Ahmadning mazhabida jinoza o'tib qolsa o'rnidan turmaydi. Faqat lam oqidan agishib mangay deganlar o'rnidan turdi. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'rnidan turgan hadislar bor. Masalan, bir Yahudining jinozasi o'tganda o'rnidan turibdi. Voy bu Yahudining jinozasi desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafsan dedi o. Desa, burun shunda o'rnidan turgan ahvollar bordi. Lekin keyingi vaqtlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnidan turmaydigan bo'lgan. Ya'ni o'rnidan turish mansub bo'lib ketgan deb izohlagan. Shafiy mazhabda o'rnidan turish mustahab. قال ويحفر القبر ويلحد لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. Yani qabrni ko'lgan chaqda lahd qilib ko'laymiz, yani ishgo'r qilib ko'laymiz, tashgo'r qilib ko'lamaymiz. Lahd degan so'z bu bunda burilganlikni, mayllab ketganlikni, yoki to'g'ri yo'ldan chiqib ketganlikni ko'rsatgan so'z. Shuna Allohni tonimaydigan masalan, ateistni mulhid deymiz. Çünkü bu to'g'ri yo'ldan chiqib qolgan bu ochdan. Endi bu lahd degan nima desa, uzunusqa eriqdek bir o'rak ko'lab, shu o'rakninki qibla tamga bir tekchi chiqiramiz. Ya ost tarafiga, ya odamning belgildigan yerga bir tekchi chiqirib, meyitni shu yerga qo'yamiz. Shuni lahd deymiz. Agar shu o'rak ko'lab, cho'nqirg'lam ko'lab, shu yerga qo'ysak, buni ashaq deydi yoki darih deymiz. Bunu Uyg'urchada masalan lahdni ishko'r, shaqni tashko'r. Hozirma lahd bilan shaqni ta'rif qilgan bo'ldik. Ana Hanifi mazhabda lahd qilish shu sunnat. Al-lahdu lana va shaqqu li ghayrina degan bizga belgilangina, ya biz tanlaydigan emas, lahd qilish usuli. Ana shaq bo'lsa, o'rak ko'lab bilan ko'mib qo'yish ahli kitobning usuli. Li ghayrina min ahli kitob demoqchi. Yani ahli kitaplar şu orakulaplam, şu orakulam koyup kömeşini tanlagan, biz ahirki ümmet lahd qilishni tanlagan. Bu anda mandaş qilib aytsak, lahd qilish shaq qilishdan afzal degan mazmun chiqadi hadislarning mazmunidan. Yani ilgirkilarning tanlashi desak, ilgirkilarning tanlashi bu bir chataq ish deb ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni manda qo'lsam bo'lmaydi deb Go'ka açılığında onda to'sqan ahvol bo'lmagan ekan. Shu chaqda har ikki shaklda qo'yilgan bor Rasulullohning zamonida. Lekin ma'u afzal biz man tanlaymiz degan. Bu afzallikni ko'rsatdi. Hatto ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan chaqda qanday ko'lash to'g'riliq masalashib sahoba kiramlar Madinada lahd ko'laydigan, ya'ni ishko'r ko'laydigan bir odam, tashko'r ko'laydigan bir odam bor ekan. İkilerinin şarkılı kaç burun kelse şu kolayasın dese işgör kolayın burun kelgen. Aynı rivayeti var. Şunlar lahd qilgan. Hatta Abu Bakr, Ömer ve onun başka çoğun sahabılmı lahd qilinib yerlikka qo'yilgan degan. Degan mushadis al-lahdu lana va shaqqu li ghayrina hasan darajalik hadis. Lahdninki afzalligini ko'rsatdi yetarlik. Bunun ustiga shunda Rasululloh va cho'ng sahoba kiramlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalifelari lahd qilinib yerlikka qo'yilgan. Bizim diyorimizda lahd qildi. Bo'sh.
hadi sabırsızlık. Şu anda kolay tupski saltısı aslında yakında sağızda katılıp sigiyor. Şu anda Xotanning tuprog'i qum, o tumaydi. Shu tarafdan. Lekin Qashqarda lahta qildi. Gündüz koyulardır mesela. Tuzayakda gündüz koyular bir şeyler Yo'q, uni bir turlari, mana Shamgo deydigan bor. Bu bir turlari ekan, unda Qashqarda bizning ko'rganimiz shu lahab qilib, mesela o'rakka, mesela o'rak qo'lansa, bunda bir o'rak qo'lansa, bir odam tushadigan o'rin bor. Yani yerda bunda taksi var. Lekin mayda suv passa shu taksi ustidan qo'ymaymiz. Qo'yarkan orliqni kishilar etib bo'ldi. Misrda shu Shamgol bor ekan. Bular yer ostida bir gami shaklda qilib, yer ostida uchsak, bunda paka o'ylab ekan, shu ustidan bunda qo'yib qo'ygan. Ustun ko'maydi. Bu g'alati bir ish ekan. Qala va li annahu sani'ul yahud. Yani lahdining afzalligi, shaqning mafdul ekanligining bir nimasi bu yahudilarning qildigan ishi, ya'ni ahli kitobning odati va sunnatu mukhalafatuhum, sunnatga xalifu al-yahud deb bo'lgan ekan, ularga xilof ish qilish sunnat. Qala wa yudkhalu al-mayyit min jihati al-qiblati wa yaqulu wadi'uhu bismillah wa ala millati rasulillah. Meyitni lahatga qo'ygan chaqda qibla tarafdan kirgizdi. Hadisda qibla tarafdan kirgizish islam emas, meyitning puti turadigan tarafdan jinozadan shunday sug'urib oladi deb kelgan. Agar unda alish afsiz bo'lib qolsa, qulay bo'lmasa, qibla tarafdan shunday sunib oldi. Pastgadan ustidan shunday sunib oldi. Bo'lmasa shu qoida bo'yicha meyitning puti mush tarafga yetilgan bo'lsa, put tarafdan jinozani akalsa shunday sug'urib yotqizdi. Qo'ygan odam, o'sha oxirgi makonda qo'ygan odam qo'ygan chaqda bismillah va ala millati rasulullah, ba'zi rivoyatda va ala sunnati rasulullah deb kelgan. Shunda deydi ekan. Shayx Abu Mansur al-Maturidi rahmatullohi alayh mushu so'zni izohlab, bismillah degini Allohning nomi bilan dafn qildik. Yani bismillah dafannah degan bo'ldi. Va ala millati rasulullah degini va ala millati rasulullah dafannah degan bo'ldi. Bu meyitga qilgan duo emas, bir xil guvohlikdan iborat. Chunki mu'minlar Alloh taolaning zimindagi guvohchilari degandek hadislar bo'lg'achqa, bu bir guvohlik berishdan iborat. Almush qabrni ko'lgan joyda qancha cho'nqirlik ko'laydi bo'lsa, ulamolar cho'nqirroq ko'lashni tavsiya qilgan hadislar bor. Adam bo'yi cho'nqirlik ko'laydi, kengligini adam bo'yining 20 da qiladi degan. Masalan, shu o'rakka bir odam tushib, tursa, 5i zimin bilan tang. Adam cho'kkidak yoki shunga yaqin ko'laydi. Al qo'ygan chaqda qibla tarafga yuzlandirib, yeni yotqizamiz. Chigib qo'ygan kepallarni bo'shlatamiz. Meyitning beshiga yostiq, tekkiya, tosh binas qo'ymaymiz. Agar ihrom bo'lgan holat o'lib ketgan bo'lsa, beshini yuzini echib qo'yamiz. Undan boshqalarning beshi yuzi esilmaydi. Ondan ash meyitni kirgizgan takchining ig'izi yoki orliqning, yeriqning ig'izi qish bilan ititildi. Yani shunda bir meyit kirgizilgidek 30-40 sant orliq bo'lsa, qishni shu orliqqa da nima qilib ititamiz. Qish bo'lmagan taqdirda, qish afsiz bo'lgan yoki qulay bo'lmagan taqdirda yog'och shaldek binasini qo'yamiz. Orliq yuchiq qolgan bo'lsa, buni shaxshum bilan, paxal bilan yoki loy bilan ititamiz. Yani ba'zi joylarda, masalan, qumliq, shunda to'pisi chiqib turadigan, ichilib qoldigan, boshqa yirtqicha yo'llar, ko'lablar ichib meyitni yetadigan joylarda ulamolar tabut ishlatsa, go'nsa ishlatsa bo'ladi degan. Bu meyitni bir xil izzatlash, qo'g'dashdan iborat. Al-Mushada dedi va yuvajjihu ila al-qiblati ala shaqqihi al-ayman. Qiblaga o'ng tarafiga qilib yotqizib qo'ydi, qiblaga yuzlantirib o'ng tarafiga yotqizdi. Yani o'ng tarafini besib yotqizdi ekan. Xuddi biza uxlash oltida shunda sunnatda duqo. Uxlashim bir xil ulamo olti, bu ulamo olti
undan boshqa o'lgan kishilarni ashda qabrista shu o'ng tarafga yotqizish haqida hadislar kelgan. Masalan, bir hadisda al-Ka'batu qiblatukum ahya'an wa amwata. Bu Bayhaqi rivoyat qilgan, Albani Hasan deb baholgan hadis. Yad bir rivoyat keldi. Lima rawa Zayd ibn Ali an abihi an jaddihi an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahu qala mata rajulun min bani al-Muttalib فشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا بسم الله وعلى ملة رسول الله ودعوه لجنبه ودعوه لجنبه ديان اون طرفه يتقزم الله ديان ولا تكبوه لوجهه دم يتقزم الله ولا تلقوه يعني ولا تلقوه لظهره ديان بعض روايات لظهره ديان با ولا تلقوه لظهره ولا تلقوه بظهره يعني اون يتقزم الله دم يتقزم الله yan yatqizanlar demek. Yana tuzda turish kerak. Onun birdan söylep koysa bunda olarken. Qala wa dhur-rahimi awla bi wad' al-mar'ati fi qabriha. Meyitni sunulab lahatga qo'ygan chaqda qabriga tushgan kishi meyitdan yaqin tuqqanlardan bo'ldi. Ya yaqin sabdashlardan. Lekin ayol kishi bo'lib qolsa mahram tuqqanlar kirish kerak. Agar mahram topilmagan chaqda dhur-rahimi awla. Mahram emas tuqqanlari avla. Jiraqroq tuqqan bo'lsa-mu, mahram emas tuqqanlar boshqa yatlardan oldin o'rin turdi. Fa in lam yakun fal ajanib. Mahram tuqqanlar bo'lmay, undan boshqa tuqqanlar bo'lmagan taqdirda yatlar qo'ydi. Va la yadkhulul qabra imra'atun. Qabrga ayol kishi tushmaydi. Erlar qo'ydi. قال ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد. Ayol kishini yerligida qo'ygan chaqda jinozadan sug'urib elib yerligida qo'yib qo'ycha qabrining go'ning ust tarafiga bir lati ep qo'yib turmaz. Yusajja ya'ni g'atta. Yerligida qo'yib uni orliqni qishlar itib bo'lgan qadar bir latini yo'gab qo'yib turmaz. Wala yusajja qabrul rajul. Er kishininki qabrisiga unda bir narsa yo'gab qo'ymaymiz. Mushaqtimi ba'zi bir asarlar kelgan bo'lg'achqa Hanafiy mazhab shunda degan ayol kishininki ishlar hammasi yo'gash asosida bo'ldi degan bo'lg'achqa. Masalan, an Abi Ishaq shahidtu janazatal Harith Abu Ishaq Sabi'i tabi'i bu dedi men Haris radhiyallohu anhuning jinozaga qatnashgandim. Famaddu ala qabrihi thawban. Shu jinoza qatnashib yerga qo'yilgan chaqda qabrisining ustiga bir latini rahni yo'gabdi. Fajabadahu Abdullah ibn Yazid. Bu musahab bo'lish kerak. Abdullah ibn Yazid buni ta'tvatdi deydi. Va qala innama huwa rajul. Bu kishi bu. Yani bundan ta'tir xum asa agar ayol kishi bo'lsa ustiga bir rahib qo'yib turib yerga qo'yib oladi degan mazmun chiqadi deydi. Buni İmam İbn Abi Shayba rivoyat qilgan Sheyx Albani say degan. Yani shunda asarni mutayinib Hanafiy mazhabda yusajja qabrul mar'a degan. لأن مبنى أمرهن على الستر حتى استحسنوا التابوت للنساء. Çünkü ayollar odatda shu yo'gash asosidan ishlari shunda bo'ladi. Shunga hatta degan shunglashqa ayollarni tabutda qo'ysa yaxshi deb qaraganlar bor. Çünkü tabutta hech yer ko'rolmaydi, ko'tarishdi olsun, qabrga achirishdi olsun, yerligida qo'y, yatadan qo'ysimi, yer tegmaydi, ko'rmaydi. Bunda. Lekin bu istihson, mana shu mabna amrihinna ala satr degan asosda istihson qilib qo'yibdi. Lekin unda shariatninki gunoh ishlatmay, tabut ishlatmay, ashunda qo'ydi degani u ahsan, ha? Tabut bilan qo'ydi desa, buningga xalqlar nurg'un chiqim qildigan, uni ağaç yog'ichidan, ya'ni biz yog'ichidan yasaydigan, qurtimaydigan yog'och, ya'ni siz binosi bo'lmaydigan yog'och deb shunda qimmatli sanduqlarni ishlatadigan bo'lib ketishi mumkin. Bu bir ortiqcha ish. Shunga bu istihson degan masalada toza. Ba'zilar deb baxtan uni. Qala wa yusawwa al-labnu 'ala al-lahdi. Ana shu yeriqqa ya taksiga biz meyitni qo'ydik. Shundan qo'ygandan keyin shuning orliqi, masalan 30-40 sm orliqni
biz qish bilan ititimiz. Kaza fu'ila bi qabrin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrisimi ashunda qish bilan ititilgan. 9 dona qish ishlatgan degan rivoyat bor. O qishning orliqlarini paxal, pasa masalan, shaxshumbul bilan yoki loy bilan ititimiz. Asharatlar xilnasi to'pga kirmaslik uchun. Yana Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu vafot bo'lish oldida shunday vasiyat etgan. Ilhadu li lahda. Mana shunda lahad qilinglar, ish ko'rqilinglar. Wansibu alayya labina nasba. Qishlarni bunda tiklab qo'yinglar. Kama suni'a bi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilingandek, mana shunda qilinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda qilgan demakchi. Sahih Muslim rivoyatdan. Thumma yuhalu turabu alayhi. Endi ustiga to'p tashlaymiz. Yani qishda itib bo'ldik. Itib bo'lgandan keyin to'p tashlashga boshlaymiz. O'rakni to'p bilan to'ldiramiz. Wal ma'thurul mutawaratu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, sahoba ikramlardan kelgan va musulmonlar ilgirki davrdagilardan keyingi davrlar o'rganib kelgan ish bu. To'p tashlagan chog'da 3 o'chim to'pini boshqa bir bunda tashlatish mustahab va sunnat deydigan rivoyatlar bor. Masalan, an Abi Hurayrata anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه 3. 5 tarafida o'tirib, o'chim to'pilib to'kdi deydi. Ibn Majah rivoyat Albani sahih degan. Ba'zi ulamolar buni qamlashtirib, birinchi o'chimni tashlagan chaqda minha xalaqnakum deydi. Ikkinchi o'chimni tashlagan chaqda va fiha nu'idukum deydi. Uchinchi o'chimni tashlagan chaqda va minha nukhrijukum taratan ukhra deydi. Bu oyatni hamda ikki bo'lib qamlashtirib, maslashtirib. Lekin hadisda unda kelmagan. Albatta hamda to'pini 3 o'chim tashlab qo'ygandan keyin keyingi to'plarni go'rjaklar misol yoki bir narsa ishtirib tashlasa bo'ldi. Balki ixlos to'psi deganda nima shunda nimadan kelgan bo'lishi mumkin. Minha xalaqnakum degan oyatning o'rniga ular Allohning qo'p tashlagan bo'lsa, ixlos to'psi degan bo'lishi mumkin. Deganda ma'nimida ixlos to'psi degan bir ko'rsatma yo'q shariatimizda. Allohimda 3 o'chim to'p tashlash bor. Bu bir hamda mayitning bir xil izzati. Qo'l bilan boshlamanda bir bu izzat tilashgan bor. Qala va yusannamul qabru. Qabrning usti to'giningki lokkisi simon yasildi, ko'tarildi. Lokkisiman ko'tarildi. Murtafi'an qadra 4 asabi'. 4 barmoq egizlikda ko'tarildi. Aw shibrin yoki 1 g'arich. Ya 10 santa ya 20 santa degandek. 1 g'arich bo'lsa 20 santa qildi. 4 barmoq 10 santa qildi. Shibr deb o'lchigini zahir rivoya. 4 asaba degan g'ayri zahir rivoya. Yoki keyin boshqa ulamolarning qarashlari. Ya. Bu to'pni adimda loksiman unda chiqamiz. Uzunusqa, shu odamning bo'yi uzunusqa shunda egiz bo'ldi. Yani tug'ini o'lsak unda pach bunda emas. Shunda uzunusqa lekin unda shakli tug'ini loksda kirak chiqdi. Mehrab shaklidiraq. Albatta shunda nima bo'lgandan keyin ustiga masalan tosh ulab qolsa, tosh bostirib qo'yamiz ustiga. Nima uchun yomg'ir, bo'ron nima qilsa, ushirib bu yana nimani echayotmas uchun, ash to'pashi medinova turish uchun ustiga eg'ir toshlarni qo'yib qo'yamiz. Yoki ba'zi ulamolar agar tosh qolay bo'lmasa, laydi suvasim bo'ldi deydi. Qala lima rawal Bukhari في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما ولأن التصديح صنيع أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرسنىڭ أشunda loksiman ko'tarilganligini ibn Abbas emas Sufyan degan bir tabiiy rivoyat qilgan. Miyada ibn Abbas debdi. Yani bu nima uchun bunday ko'tarmasa, qabra boshqa qabra emas joydan farqlanib turish uchun. Nima uchun farqlantirmasa? Chunki qabrning ustida o'tirishga, ustiga dastlashga, hojat qilishga, bino qilishga masalan bo'lmaydi degan cheklimlar kelgan bo'lishqa, chunki farqlanmasa, kelib dastlab o'tirib qoldi, ahvol bo'ldi. Walianna at-tasdiha sani'u ahli kitab. Tub-tuz qilish
ahli kitobninki kishi to'qaldimi ba'zilar tuz qilimiz gelba lekin shunda bir qarich ko'tarib qo'yishdanki sunnatga muvofiq va afzalligi hadislarga kelgan. Endi ulamolar deydi, shu o'rakni ko'lganda chiqqan to'pi bor emasmi? Shu to'pining o'zini eshib tag'ini shunda yig'ib loksimon ko'tarib qo'ydi, ya'ni boshqadan ortiq to'pi ekilib yurmaydi deydi. Chunki shu meyitni qo'ygan yerning to'psi ochilg'i, yoki undan jiqroq ishimkamdi, keyin bo'sh bo'lgan ekan. Shuni ham bir meyitning jismidek bir narsa qo'yildi zaminning ustiga. Qala va yukrahu bina'uhu bil jissi wal ajurri wal khashabi. Uning ustiga bunday haq gej masalan, shunday naslda bir narsa silish makruh bo'ldi. Jis degan haq gej shunday narsa. Ajur degan pishiqish, kesak. Wal khashab yog'och. Ammo shunday naslda bir narsa bino qilish, cho'rdab rishatkada salasullik qilib yasash, yoki shunda shipandek narsa qilib qo'yish, gumbazdek narsa yasash hammasi cheklandi. لأنها للبقاء والزينة. Çünkü bu narsalar uzun muddat bunda bir alet tutulsun da zinnetleştiğinden ibaret. Vel kabru leyse mahallan laha. Kabr tallık diyen da zinnetleştiğinden yasaydığı yemez. Elbette ulamalar şunda şamal uçurup gittiğin ya ki yağmur ekip gittiğin xavf qilib qolsa, üstün layılan saman bilan layıtib suv etse buludu deb qaraydi. La ba'sa deydi. Türkiye Müslüman sallallahu aleyhi ve sellem cidden müdafaa qilib mal bilan endi xotinninki tuprigi bir xil alayda qumloq o'shanda tulki narsalar asan ko'lablam jasad deb qilgan hol bo'lsa, jasad qo'dash uchun joiz desakmi, lekin yasash zinnat uchun joiz emas. Lekin hamma xabarlarda salaslik qilmaydi xotinni. Ba'zi chaqchaqda anaqa hozir ikki yo'qolib ketgandan keyin endi shu musannam qildik masalan. Degandan keyin tashin qildik yo suvdoq suvgandan keyin bunga suv chechitilgan sunnat bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'li Ibrohim vafot bo'lgan chog'da qabrisiga suv chechitgan. Qala va yukrahu an yudfana ithnani fi qabrin wahidin illa daruratan. Zurriyat tepilsa ya adam yetishilmay ya go'kachilar ko'lab ulgurmagan ahvolda ikkalarni bir qabrga qo'yib bo'ldi, lekin o'ttirga paslik qo'ydi. Zurriyat bo'lmasa ayrim-ayrim yotqizdi. Masalan, Uhudda shahid bo'lganlardan Jabir ibn Abdullahning dadasi Abdullah birinchi bo'lib shahid bo'ldi. Jabir ibn Abdullahni yana bir shahid bilan birga qo'ygan. Keyin Jabir radhiyallohu anhu bir muddatdan keyin imkoniyat yer bergancha chiqib, dadasini ayrim qabriga ayirgan. Wa yuj'alu baynahuma turab. O'tirib bir to'pidan paslik qo'ydi. Li yasira ka qabrayn. Ishlardan birlanib qo'yilganmi? Ha. Ay bir taksi qo'ydi. Lekin o'tirdan bir to'pa to'saq qildi. Ya bir qishdan ya nimadan to'saq qilasiz bu. Lekin bo'lmasa ham har bir kishiga bir odam bo'yi bir nima qo'llash lozim. Bu oson gap emas. Ulamanda urush bo'lgan, jiq odamlar qog'ida o'lib ketgan joylarda ta'sirlar. Kunni bunda qo'llab. Shu shuhada Uhud nima shunda ikkalarni bir qabrga nima qilinglar deb buyurgan Rasululloh. Qala va yukrahu wat'ul qabri wal julusu alayhi wan nawmu alayhi was salatu indahu. Qabrga dastash, ustida o'ltirish, uxlash, yetish va shu qabr bayada namoz o'qish hammasi makruh tahriman. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam naha an zalik. Hadislarda unda chekilgan ahvollar bor. Naha anil julus alal qabri wal wata alayhi. Sahih Muslimda rivoyat qilingan. Ba'zi rivoyatlarda shunday oyog'ida wal kitaba alayhi deb kelgan. Naha an yujassas al qabr va yujdas alayhi va an kitaba alayhi deganda rivoyatlar kelgan. Shuna xatas bo'lmaydi, bo'ladi degan talashtash shunday kelgan. Yani qabristonlikni agar aylanmagan bo'lsa, tashilan ya bir narsadan belgi qilib qo'yish bo'ldi. Tashilanmanmisi o'xshashib aylanmagan bo'lsa, yezib qo'ysa joiz. Yani bir mazhabda xatida yezib, bu falonning qabrisi deb yezib qo'ysa joiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Osmon ibn Maz'un radhiyallohu anhuning qabrisiga bir parcha yo'g'on tashnakini qo'yib qo'y deb buyurgan sahobalarga. Sahobalarni ko'tarmagan chog'da Rasululloh yana turib o'zi ko'tarib qo'yib
"Ata'allamu biha qabra akhi wa adfunu fihi man mata min ahli." Qarindishimning qabrisiga belgi qilaman. Ay tavabatimda o'lib ketgan bo'lib qolsa, shuni qashig'a dafn qilaman deb menda belgi qo'ygan. Bundan boshqa yezish orqali belgi qilsa bo'ladi degan mazmun chiqadi. Yani onundan boshqa meyit ahkamlardan meyitning aholisiga ta'ziya bildirish qoidasi bor. Ta'ziya bilgan chaqda sayinda kelgan ta'ziya usuli inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta va kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. Yani shunda lafz bilan ta'ziya bildirish bor. Bizning diyorimizda al-hukmu lillah deb qo'yamiz. Bu mo yaxshi bir mazmun, shu maqomga loyiq qilish. Unda desam bo'ldi. Ondan meyitga shaqirtib yig'lash bo'ladi. Un selib yig'lamay, ovozsiz yig'lasa mayli. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'li Ibrohim vafot bo'lgan chaqda yig'lagan. Hozir tutish masalasida eri o'lib ketgan ayol bo'lsa 4 oy 10 kun hozir tutadi. Agar homildor bo'lib qolsa, balon tuqqan qadar hozir tutadi. Uningdan boshqalar, erlar, ayollar bo'lsin, bu 3 kundan ortiq hozir tutmaydi. 3 kun hozir tutish bor. Mesela normal qilayotgan ishga bormaydi. Yasingan kiyim-kechak kiymaydi, girim qilmaydi, masalan, ayollar. Tamashaga sayilga chiqmaydi. Ama shunday hozir tutish bor. O'lib ketdi yo'q. Aslida mening qo'lim bo'lsa, tushib ketganda o'ylasiz bo'ladi. Qur'on Karimda ulatul ahmali ajaluhunna yadana hamlahunna deb bo'g'achqa. Yani bu oyatda vallazina tawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'at ashhur wa 10 degan bo'g'achqa ba'zi ulamolar tushillam iddat tushudu deydi. Ba'zi 4 oy 10 kun deydi. Yani ba'zi abadul ajalayn qaysi jira qo'yib qolsa 4 oy 10 kundan keyin tug'ilgan bo'lsa 4 oy 10 kundan keyin tug'ish vaqti hisob. Agar 4 oy 10 kundan burun tug'ilgan bo'lsa 4 oy 10 kun hisob. Eng uzoq muddatni hisoblaymiz deganlar. Ondan meyitninki fazilatlarini birdan-bir tilga ilib, atoyatdan qo'shaq to'qib, menda yig'zar qilish harom. Yani niyaha deymiz. Naiha, ha? Ashunda yig'laydigan, yig'lab turgan ayollar bor. Qamlashtirib qo'shaqni to'qib. Bu harom. Onun boshqa o'zini kachatlaydigan, yoqisini yitadigan, beshiga to'pga qo'ydigan arablardagidek. Ashunda islam harom. Chunki hadisda laysa minna man latamal hudud va shaqqal juyub va da'a bi da'val jahiliyya degan. Muttafaqun alayhi hadis. Yana meyit munosabat ahkamlardan meyitni yerligida qo'ygandan keyin chiqqan jamoatni meyitga istig'for etishga chaqirgan. An Osman ibn Affan radhiyallahu anhu kana Nabiy sallallohu alayhi wasallam idza faraga min dafn al-mayyit waqafa alayhi faqala istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Abu Dawud rivoyat qilgan, Albani hasan degan hadis. Ana buni istig'for etgan chaqda Allohumma ighfir lahu masalan ashunda duoni qilsak Allohumma ighfir lahu va thabbithu bil qawl ath-thabit degandek duoni qo'ysak bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabr qilishlarni o'qishni chiqarishgan hamma mazhabdan makruh qilgan bor. Lekin amma Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga sahobalar nasl tozara ayollarga bilgi tushib qulab Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shuyib berib hamma suyakni qamashdi. Ve cenazemiz şu meyitning cenazesini tushirish bo'lgan ekan. Bu birinchidan shu meyitninki namozini tushirishi. Başlamasan bir farz namozni ya namozni o'qidirish emas. İkinchidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga o'lib ketib qolsa, men xafa qilaman degan. Bir miskina, bir bechora ayol masjidni supurib tozalaydi. Og'rib qolgan Rasululloh shunda buyurgan sahobalar. Ondan bu kechirib tugab ketgan bo'g'achqa, bu ayolni bir cho'ng bir odam emas endi deb Rasulullohni bayram qilib jumayli kim qo'ysak bo'ldi deb kun bitgan. Ba'zi vaqtda haqqaru sha'nahu rivoyat bor. Ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hech ko'rmaydilar inson nima bo'ldi degan ekan, bunda kechida ko'mib qo'ygan to'qsini bayram qilmaydi. Yo'q. Men sizga demadimmi xabar qilaman deb berib namozini tushgan. Endi shu meyitninki ashad tushmasa birdan bir yo'l nabshil qabr qilishi lozim. Nabshil qabr to'g'ri bo'lgan ekan, ashad tushirishga majbur bo'lganlik. Xas bo'lmaydi. Lekin anda veliyil mayyit namozni qatnashamay
qolgan ahvolda kechikib keldi masalan. Birsam masalan otasi boshqa shaharda to'yib ketdi, boshqa musofircha o'tib ketib qolsa, bu safar aeroplanni kelib qo'yib qo'ygan taqdirda namozini tushirmagan vali yo'lab qolsa, namozini qabrildagi mayitga tushirsa bo'ldi deb uni hukm bo'lsa bo'ldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana valiyyu hadil mar'a. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Undan bu valiga xos joiz eshitsak bo'ldi. Yani onu saqlab qo'yilmaydi. Keyin kechikib qolsa, ya xabarsiz qolgan bo'lsa, ba'zan da masalan o'g'liga xabar qilmaydiganlar bor. Masalan, do'qorqonning birisini do'st to'yib qilib qolsa, o'g'li bir oygacha dimiga ahvolda bor. Bolamizning ko'nglerim bo'lmasin ya, musak yugurib kelib aka pasport ta'tilim ketib qolmasin deb. Ben aşağıdasına nokta vaqtimda ayında o'yladimda, men vatanga borib qolsam, dadamning qabrisiga shu yerdan jinozamizni o'qiyolmadim. O'sha dalil balki sunnatga muvofiq endi. Vaqti mana mazhabda 3 oy ya 3 kun ya tafassuhlab ketmagan ahvolda degan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud shahidlarga 8 yildan keyin chiqib namoz tushgan degan nima bor emasmi? Uni bir shakl unutmas. Uningdan boshqamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam azoblanayotgan ikki qabrdan qashdan o'tib ketib berib, bunga xurma shexini patirib qo'ygan ahvol bor. Ba'zi ulamolar buni umum kishilarga joiz deb, endi ko'ktab tikib qo'yish, jirim tikib qo'ydigan, yo'inda gul qo'yib qo'ydigan joiz deganlar bo'lsin, lekin ko'pchilik olimlar bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xosda, undan boshqalar unda joiz bo'lmaydi deb qaragan. قال وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس. Biz yuqorida topshiriq qilgan masala. Ta'limlarkan javobdan chiqmasa bir qismi Hanifi mazhabining qarashiga qismi chiqib qoldi. Boshqa dalil va qarashlarni to'liqlasam. Buni hamda musulmonni juttaragandek bu qoidasi bilan unda juttarab ibodat jihatida juttarab emas, bir maynat olib ketib qolgan narsani tozalab yuvib qo'ygan tariqada maynat kiyimni tozalagan shaklda yuvib tarab qo'ydi. Va yalfuhu fi thawbin va yulqihi fi hufra. Bir parcha rahga yugab, bir o'rakka tashlab ko'mib qo'ydi. Ya uni lahad qilamiz, unda qilamiz, bunda qilamiz, ular aytimiz deyganda tafsilot unda bir alohida ko'ngil bo'lish yo'q. Shuni oddilam ko'mib qo'ydi. Zaten namaz tushirish yo'q. Va la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Shunama va la taqum ala qabri, uning qabrisiga o'tirib duo qilib qilish yo'q. لأنه مأمور بصلته وهذا منه. Ama tuqqan bo'lgan ekan, silat rahim buyurilgan bo'lgan ekan, insonni bir majburiyatini ado qilib qo'ydi. Va li alla yatrukahu tu'matan lis-siba', yirtqichlar yeb ketmaslik uchun unda tashlab qo'ymaydi. Va la yusalli alayhi li'annaha shafa'atun lahu va laysa min ahliha. Bu kafir bo'lgan ekan, shafaatga loyiq kishilar emas. Albatta buni shunaqa qo'yib bo'ldi. Agar buning kafir tuqqanlar bo'lib qolsa, kafir tuqqanlarga ma edemonlarmisi yerligiga qo'yib, oxiratni qo'yamada topshirib ba'zim bo'ldi. Masalan, shu oyatdan shunda mayitga o'xshashanda odam bo'lib qolsa, shuning ba'zim bo'ldi yoki partiyaga so'rab qilsa, partiyaga topshirib berib, o'z qoidalar bo'yicha o'zlaringlar oxiratlikni shunda qilinglar deb qo'ydi. Va insha dafa'ahu ila ahli dini mana. Qanday dinda bo'lsa, shu sabtashlari ba'zi bo'ldi. Liyafalu bihi ma yafaluna bimawtahum. Ularda chambarak qilamdi, chantaqamdi, qanday qilsa, qoidasi bo'yicha uzib qo'ydi. Bu bizning diyorimizdan ba'zi ulamolar qattiq diqqat qildi, shunda kafir kishilar o'z namozini tushunmayman. Bu kafir kishi deb rad qilganlar bor. Ba'zidan rad qilolmay majbur namozini tushgan ahvolimi naql qilingan. Agar to'g'risi ham uning namozini tushirishga bo'lmaydi. Yani haram, namazını tushirish haram. Buni hamda namazını tushirmayman, bu musulmon emas deyish lozim imomlar. Yani buningki bir tarafdan kishilarga tarbiya berish roli bor. Eng nachar, eng yomon kafirlarmi ularning oldida ojizlik his qildi. Keyin shu lahzalarni o'ylaydi ular. Ularning keyin namozni tushirmaydiganligi, musulmonlar jamoatining qabristonlik qo'yilmaydiganligini bilsa, hayat vaqtida g'it qilsadi. Musulmonlar qarta u darajada unda ziyon o'tgan, unda eskilikni qilmasligi mumkin. Shu
Shunda qabrning oldida yoki namozni tushirish oldikayinda buni qarta endi bir pozitsiya bildirish lozim. Kafir deb bilganimiz qo'lmay to'qasimiz kirib turgan. Men qalsa namoz turgan taraflar kirib, men qalsa partiya yo'llar. Bungacha ziyon yo'qmi? Yurtdan kimse şu partiya turadi, bu yurtlarda. Lekin ena partiya qiladigan shu biz partiyaga alatimiz. Partiyaga ketgan chiqadigan gap. Shu partiya a'zosi degan gap shu kufrlik degan bo'ldi. Yani navaqidul iman. Ikki tanalib bo'lmaydi. Bunda zodi ya uning ya bu ham turish lozim. Bir vaqtda ham musulmon ham partiya a'zosi bo'lish al-jama baynan naqidayn min al-muhalat. Uqmasa belki ham Alloh taolo o'zi biz taraf qilar, lekin biz bandalar unda partiya a'zosi deb muomala qilishimiz lozim. Kichik bolalar ittifoq a'zosi ya pioner bo'lgancha uqmas. Bu cho'ng hozirgi shunda vaziyatlarda bu aniq ishim bu. Ham partiya a'zosi bo'lib kirgan chog'da qasamyat qilgan chog'dami dinga e'tiqod qilmayman, din degan millatlarning zaharlarga apiyon deb shuni qasam qilib kirdi. Lekin buningda aniq qanday kufrlik nimiz yo'q. Albatta bizda qanda bu kishi haqni to'nidi, partiya a'zosi bo'lib musulmonlar bunda yashg'ullanmay ekan, ya uni ya buni turish kerak ekan desa, bu kishi partiyaning chekinish uchun qo'ldan kelishicha urinib boqadi. Hech qanday qatnashmaydi, o'zining tarafidan chekatdim deb ma'targa mansub bo'ldi. Ahli jamoat qarindoshlarimga e'lon qo'yaman, tavba qildim, bundan hech qanday munosabatim yo'q deb nafasi tavba qilganlar. Lekin uni qatnashib qo'yib, ma'ni qo'yib, bu nima ish bunday qilsiz majbur hamda bizda. Lekin majburlik nada? Shu mansab o'smasligi mumkin, yoki ba'zi imtiyozotga erishmasligi mumkin, shu boshqa majburlik yo'q. Maktab o'qituvchilari ittifoq a'zosiga Kommunist partiyasining yoshlar avangardchiligi. Uqmaymiz lekin u chog'da. Ya hozir ma partiya deganimiz JKP'ni ko'rsatdi. Ya'ni Jungo Kommunist partiyasining ko'z tutadimiz hozir. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.